Yahuda yazğan xət. Eyşo Məsihinin xismətkari. Yaqubның inisi. Mənki Yahudadın. Xuda otimiz tərəfindən çağırılğan. Onun mehir muhabbetiga erişkən. Eyşo Məsih tərəfindən qoğdab qınılğanlarga salam. Xuda sizlərə həsləb rəhimdillik, amanlıq və mehir muhabbət ata qılğay. Qadirli qarindoshlarım, mən əsli sizlərə həmmimiz bəhrəman boluyatqan qutquzuluş toğrusida yezishqa intizar bo'lib kelgan edim. Biroq hozir bunun o'rniga sizlarning xushxabarning haqiqatini saqlash uchun kurash qilishqa rag'batlantirish maqsadida bu xatni yezish kerakligimni his qildim. Xudo bu o'zgarmas haqiqatni bir yo'lila o'zining muqaddas xalqiga omonat qilgan. Bu xatni cho'qim yezishim kerak. Chunki Xudo yo'lda mangmagan ba'zi kishilar oranglarga suqunib kirivelib, buzuqchilik qilaversakmi, Xudoning mehr shafqati bilan kechirilamiz degandek ta'limlarni berib, birdan-bir egimiz va Rabbimiz bo'lgan Eyso Masihni rad qilmoqda. Ularning so'roqqa tortilishi haqida muqaddas yozmalarda burunla putilgan. Burun Rabbimiz o'z xalqi bo'lgan Isroillarni Misrdagi qulluqdan qutqizdi. Lekin ularning ichidagi o'ziga ishonmaganlarni keyin halok qildi. Bularning hammasidan xabaringlar bo'lsa-mu, men uni yanala esinglarga selishni to'g'ri topdim. Yana shunimi esinglarda tutinglarki, o'z vazifasining huddidan chiqishni xolamay, o'z o'rinlarini tashlab ketgan farishtalarni Rabbimiz ulug' qiyomat kunining so'rig'igacha mangu echilmaydigan kishanlar bilan kishallab qorong'ulikqa tashladi. Sodom, Gomora va ularning atrofidagi shaharlarning xalqlarini yodinglardan chiqamanglar. Ular xuddi Xudoga bo'ysunmagan farishtalarga o'xshash, Xudoga bo'ysunmay, jinsi axloqsizlik va g'ayri shahvoniyliklarga berilib ketib, oxiri o'tda ko'ydirilgan. Bu xalqlar yomonlik qilguvchilarning oqibatining mangulik o'tdan iborat ekanligiga ibrat qilindi. Oranglarga kirib olgan bu odamlar Xudodan vahiy keldi deb buzuqlik qilib, shu tariqada o'z tanlarini bulg'imoqda. Ular Xudoning huquqiga pisand qilmay, arshdagi ulug'larga kufrlik qilmoqda. Hatto bosh farishta Mikoilmi Musoning jasadi to'g'risida shayton bilan talash tortish qilganda, uni haqoratli so'zlar bilan ayblashga petin olmagan. Faqat seni Parvardigor ayblasin debla qo'ygan. Lekin bu kishilar o'zlari tushalmaydigan ishlar ustida kufrlik qiladi. Ular aqlsiz hayvonlardek o'z tabiatining inkosi bo'yicha yashab, shu orqali o'zlarini halok qiladi. Bularning holiga voy. Chunki ular o'z inisini o'ltirgan Qobilning yo'li bilan mangdi. Pul tepish uchun Bilamga o'xshash har qandoq yomon ishni qildi. Korah Xudoga qarshi isyon ko'tarib halok bo'lgandek, ularmi oxir halok bo'ldi. Do'stona ziyofatlaringlarda tortinmay, sizlar bilan Rabbimizning dasturxoniga daxil bo'lgan bu kishilar sizlarga dog' keltirdi. Ular o'z nafsini o'ylab, shamol haydigan yomg'irsiz bulutlardek bo'lib, butunlay qurib ketib, yiltizdan qo'mirib tashlangan kash kuzning
meyvesiz daraxtlarga o'xshaydi. Xuddi dengizning dahshatli to'lqinlari maynatchilikni qirg'oq urib chiqargandek, ular o'z buzuqchiligining chovisini chitqa yoyidi. Ular xuddi eqib tushgan yulduzlarga o'xshash bo'lib, mangulik hozirlab qo'yilgan qop-qorong'ulikqa yuzlanadi. Odam otining 7-avlodi bo'lgan Hanuh bu kishilar to'g'risida mundaq deb oldin aytgan. Qaranglar, Rabbimiz tuman minglagan muqaddas farishtalari bilan kelmoqda. U butkul insonlarni so'roq qilib, uning yo'lida mangmagan har bir insonning Xudoga qarshi oldi qilgan yomonliklari, shundaqla bu gunohkorlarning Rabbimizga qarshi qilgan barliq kufrliklari tufaylidan ularni jazolaydi. Bu kishilar hamon g'o'tildab, og'rinib yuridi. O'z havaslarining kayniga kirdi. Maqtinib so'zlaydi. O'z manfaati uchun boshqalarga xushomadchilik qiladi. Qadrli qarindoshlarim, sizlar Rabbimiz Ayso Masihning elchilarining oldin aytgan so'zlarini esinglarda tutinglar. Ular sizlarga oxir zamonda gunohga patgan havaslarining kayniga kirib, Xudoni mazoq qildiganlar chiqdi degan edi. Ular oranglarga bo'lgunchilik soladigan, o'z tabiati tarbidan idora qilingan, qalbida muqaddas ruh bo'lmagan kishilardir. Lekin sizlar, qadrli qarindoshlarim, o'zinglarni intoyin muqaddas bo'lgan e'tiqodinglarning uli ustida o'sib yetildiringlar va muqaddas ruhga toyinib duo qilinglar. Rabbimiz Ayso Masihning rahimdillik bilan sizlarga beradigan mangulik hayotini kutib, Xudoning mehr muhabbati ichida yashanglar. E'tiqodida tarinayotganlarga rahim qilinglar. Ba'zi kishilarni xuddi o'tdan qutuldigandek Xudoning jazosidan qutuldirib elinglar. Yana ba'zilarga rahim qilinglar. Biroq sizlar xuddi bir odamning bulg'angan kiyimidan yirgangandek ularning qilgan gunohlaridan ham yirgininglar. Hammamizni qutqizgan yegona Xudo sizlarni yiqilib tushishdan saqlab, ayibsiz va xushal-xuram holda o'zining ulug'vor huzuriga elib kelishga qodirdir. Barliq shon-sharaf, ulug'liq, qudrat va huquq Rabbimiz Ayso Masih orqali azaldan ta hozirgacha va abadil abad Xudoga mansub bo'lg'ay. Amin.